o'tkazayotgan ayollar stress darajasiga 30%ga kamroq uchrashar ekan. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz sevimli issiq kosmetolog Gulchehra Tashmishxon oldilariga tashrif buyurdik. Bugungi uchrashuvimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyada savollaringizni yozib qoldiring va biz bilan mana shu 15 daqiqani mazmunli mana hozir Gulchehra opam kabinetlar oldida turibmiz. Qaytib Assalomu alaykum. Gulchehra opam, yaxshimisiz? Sizni bezovta qilib kelmadingmi? Salom Gulchehra opa, bugungi uchrashuvga vaqt ajratib bizni uchrashuvimizni belgilaganingizga kattakon rahmat sizga. Bugungi suhbatimiz ko'plab ayollarimiz uchun juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Birinchi savolim albatta shaxsiy savol, ya'ni kosmetologiyaga kirib kelishingiz tarixi. Bu bolalikdan orzu bo'lganmi yoki tasodif? Kosmetologiya sohasiga kirishimdan sabab juda ham katta o'zim yuzimda muammo bo'lgan. Bu paytlarda mutaxassislarimiz juda ham kam edi. Bu 2006-2007 yilgi gaplar. Ko'p mutaxassislarga murojaat qilganman, lekin meni yuzimga ular davo topib berisholmagan. Shu sababli o'zim ustimda ishlashni boshladim. O'sha kuperozimni davolashni boshladim. Tabiiy yo'llar bilan qarabsizki, mana shu kasbga kirib qolganimni ham bilmay qoldim. Hozirgi kungacha faqat izlanishdaman. Mani hozirgi eng katta o'zimni oldimga qo'ygan maqsadim именно menga o'xshab kuperoz, rozatsiyalar bilan, dog'lar bilan qiynalayotgan ayollarimizni chiroyli qilish. Mana ish jarayoningizda eng esingizda qolgan bemor yoki natijalaringiz? Albatta bo'lgan, chunki bu bizning kasbimiz ayollarni chiroyli qilish. Har bitta patsientga ter turiga qarab yondashamiz har doim. Menda bitta patsient bo'lganlar, Gulchehraxon, iltimos, meni yuzim pigment juda ham kuchli. Hattoki uyda uyalaman. Xo'jayin yuzlariga qarab gapirishga, ham ishli odamman deganlarida men qo'rqmasdan o'sha ayolni shularning yuzi bilan ishlashni o'zimga rezultat chiqarib beraman deganman. Men u ayol bilan 3 oy, 4 oy, 6 oy kurashdim. 6 oy davomida hech qanaqa inyeksiyasiz men mana shu o'zimizning koreyskiy brendlarning mahsulotlari bilan ham o'zim muolajamda, ham домашний правильный уход liniyalar bilan davolab yuzlarida 6 oyda shunaqa chiroyli natijaga erishdik. O'zi aytishadi-ku, dog'ni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Lekin bu narsani ilojisi bor ekan. Men juda ham bu o'zimning kasbimdan juda ham yanada g'ururlandim. Menga yanada kuch berdi bu narsa. Bilamizki, hamma sohada o'z kamchiliklari, xatoliklari o'tadi. Masalan, sizni ish jarayoningizda, aynan mana shu kosmetologiya sohasidagi ish jarayoningizdagi xatolaringiz bo'lganmi, shunaqa yo'l qo'ygan xatoliklar? Endi Nilufar, bu savolingizga men albatta to'g'ri javob beraman, chunki men o'zimni yillar davomidagi shu kasbimda xato qilmaganman deb o'ylayman. Nega degan savol tug'ilsa, men har bitta patsientga juda ham mas'uliyat bilan qarayman. Axir ayollarimiz bizga nima uchun murojaat qiladi? Go'zallik uchun, chiroyli bo'lib ketish uchun. O'shaning uchun o'shani chiroyiga chiroy qo'shib beramiz biz. Menimcha men xato qilmaganman deb o'ylayman. Buyog'iga ham iloyim qilmaydi. Yoz oylarida, issiq kunlarda ayollarimizga yengil uy sharoitida parvarishlansa nima bo'lsangiz? Issiq kunlarda bizga ko'p narsalar kerak emas. Masalan, umuvvalgi, biz o'zimiz tilda gapirganda, yumshoq mana tozalovchi, sulfatsiz, qizlar masalan kun davomida biz SPF tonalkada yuramiz, chang o'tiradi yuzimizga. Bu narsani yuzlarimizni umuvvalka bilan tozalab, chunki buni ichida sulfati yo'q qizlar. Qarabsizki, sizni pH balansingizni ushlab turadi. Yuzda har doim masalan mana qizarishlar, changdan har xil masalan urilarning ko'payishini
oldini oladi. Keyingisi yengil namlash serumlarimiz. Tarkibida gialuronkasi bor, niasinamidi bor. Qizlar yuzga judayam foydali serumlarimiz. Va albatta eng kerakligi qizlar bizga bu SPF. SPF haqida gapirishdan men hech ham charchamayman. Chunki SPF bizani yuzlarimizni qarishini oldini oladi. Bizani quyoshdan zararli nurlaridan asrab beradi qizlar. Chunki biz SPF surib ko'chaga bemalol chiqamiz, shamolmi, suvmi, changmi, SPF borki bizani yuzimizda, biz hech narsadan qo'rqishimiz kerak emas. Botoks yoki birovilitzan? Albatta bioritizatsiya. SPF 30 yoki 50? Albatta 50. Korean Beauty'mi yoki fransuz protokoli? Men uchun fransuz protokoli. Gulchehra opa, avvalambor bugungi uchrashuv uchun kattakon minnatdorchilik bildiraman. Kelgusidagi ishlaringizda rivoj, muvaffaqiyatlar tilayman. Doimo shunaqa go'zallik ulashishdan charchamang. Va shu o'rinda bizning bosh homiyimiz Eklado Uz tomonidan sizga mana shunaqa chiroyli xizmat qilsam sovg'amizni Rahmat kattakon. topshiraman. Rahmat sizga. Eksport usulida loyihamiz bilim, tajriba va amaliy maslahatlar tutashgan maskar. Ilm olishdan to'xtamang, bizni kuzatishda davom eting.